Hammaga salom. Hozir sizlar bilan men xarid qilgan ikkita yangi tush sinab ko'ramiz. Bu birinchisi Evelinna mana shunaqa tushi. Bu variety deb o'qilsa kerak. Mana shunaqa tushi. Ikkinchisi bo'lsa, buni men oldin ishlatganman, Big Volume. Mana bu ham Evelinniki. Tak, hozir menda umuman tush yo'q. Hozir bilan birga sinab ko'ramiz. Buniki o'qiganimda для удлинения deb yozilgan. Mana shunaqa shotchkasi. A buniki bo'lsa именно для объема. Mana buni qo'shamiz. Mana shunaqa shotkasi. Endi manikin uzun qoladimi yo'q ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu esa объем beradigan, чтобы mana yaqindan ko'rsanglar bo'ladi. Bu o'zimni anaqam, bez tush kiprigim. A bu вот mana shu ikkita tush bilan qilganim. Mana. Mana qilarmidi? Mana ikkalasini ham surib oldim. Так что bemalol olsanglar bo'lar ekan. Men bunisi yomon uдлинение qilib qo'yar ekan, lekin haqiqatan men buni просто qoraytirib объем berishga ishlatsanglar bo'ladi. Так что arzon tushlar ham bemalol sizlarga yordam bera oladi. Agar to'g'ri tushni surishni bilsanglar. Va bir tush bilan odam boshqacha bo'lib qoladi. Agar mana shunaqa obzorlarim sizlarga yoqsa, qizlarga albatta like, repost, kommentariy yozib qo'yinglar. Sizlar qanaqa tush ishlatasizlar? Keyingi obzor qanaqa mahsulotda obzori bo'lsin. Yozib qo'yinglar. Bye bye.